BMWning bitta xatosi bilan butun nemetskiy avtobrend sinib ketyapti. Hammasi 2014-yilda boshlangan. BMW Xitoyni Power Hinchin kompaniyasi bilan motor ishlab chiqarish uchun Xitoyda qo'shma zavod ochadi. Ishlab chiqarishni arzonlashtirish maqsadida. Boshida litsenziya asosida BMWning motorlarini yig'ishi boshlanadi. 2017-yilda esa yangilangan motorlarni Yevropadan Xitoyga ishlab chiqarish ko'chiriladi. Shu yerda eng qizig'i boshlangan. Xitoyliklar nemislarning 100 yillik tajribasi, texnologiyasi va BMWning litsenziyasi bilan 2018-yilda o'zini gibrid dvigatellarni chiqarishni boshlaydi. Uni boshida hech kim bilmagan Li Auto kompaniyasini qo'yadi. O'zini L1 mashinalariga. L1 ni sotuvi shunchalik yaxshi bo'ladiki, uni ko'rib boshqa avtobrendlar ham Power Hinchindan motorlarni sotib olishni boshlaydi. Nemetskiy texnologiya Xitoyning arzonligi bilan bozorni sindirib yuboradi. Yevropaliklar Xitoy mashinalariga qo'shimcha boj to'lovlar qo'ysa ham foyda bermadi. Yevropa brendlari 1 yilning ichida 30% gacha sof foydani yo'qotganligi sabab zavodlarini yopishga majbur bo'lyapti. Xitoyliklar yopilayotgan zavodlarni sotib oladi va Yevropaning o'zida mashina ishlab chiqarish niyat qilyapti, chunki qo'shimcha bojlardan qochish maqsadida.